Bismillahirrahmanirrahim. Shu bo'likda dag'da kelgan hadislar 335-hadis. An Abi Musa qol sami'an nabiyyu sallallohu alayhi vasallam bir kere payg'ambar eshitdi rajulan yusni ala rajulin, bir adam boshqa odamni maqtay turib va yutrihi hattan o'zib maqtay. فقال النبي payg'ambar aytdi sallallohu alayhi vasallam ahlaktum aw qata'tum zahra rajuli, bu odamni siz halok etdingiz yadamusa orqasini sindirdingiz deb payg'ambar sho'g'arda aytdi. Bu da shu ma'noda biz alda aytgan shu odamni ete turagan yaxshi zotlarini to'xtatmaga sebep bo'ldingiz degan ma'noda. Дорогие зрители, благодарим вас за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.